Bitta klientamiz kelib, menga yoshroq ayolga, yoshroq qizlarga ko'rsatinglar ro'mollar dedilar-da. Men shu ro'molni rekomendatsiya qildim. Juda ham yosh ko'rsatadigan ro'mol. Nimaga desanglar, ichida och rasvetkalar, ya'ni och, нежный ivory rasvetkasi, нежный bejевый va нежный pudrovый rasvetka va mentol rangi bo'lgani uchun yuzni chiroyli qilib, yosh qilib undan ham ko'rsatib beradi. Yoshbob ro'molimiz. Qaranglar, nejnayligini, buni chiroyliligini, dizayn juda ham chiroyli ishlangan. Bu ro'mollarni attin Istanbulga borishgan bilasizlar. Qaranglar, xohlasanglar orqa tarafini bundoq qilib o'rasanglar bo'ladi. Adnatonni kiyim bilan faqat o'raysizlar. Hech qanaqa printlar bilan o'ralmaydi bu ro'mol. Adnatonni pijak bo'ladimi, abaya bo'ladimi, rubashkali, dvoykali bo'ladimi? Hamma narsaga любой stilga tushib ketadigan ro'mol. Umuman afsuslanmaydi. Kim o'rasa ham afsuslanishmaydi. Uyda yotadigan ro'mol emas. Birinchidan stretchi bor, havo o'tkazadi. Umuman katushka bo'lmaydigan ro'mol. Mana qaranglar, o'zingiz